Assalomu alaykum qadrli kanal a'zolari, hammalarga xayrli kun. Sizlar bilan yangi videorolikda ko'rishtirganimdan xursandman. Bugungi videoroligimizda yangi ochilgan o'zbekcha saytda har kuni pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qiling va saytda bemalol pul ishlab borish yo'llarini hammasini tushuntirib beraman. Saytning manzilini kommentariy va opisyanda qoldiraman. Kirib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ko'p videoni cho'zib o'tirmay saytga o'tib olamiz. Xo'p do'stlar, bugun bizga kerak bo'ladigan sayt mana The Cow Farmdan olingan investitsion sayt hisoblanadi. Bu saytda O'zbekistonda pul ishlashimiz mumkin. Birinchi bo'lib akkaunt ochishimiz kerak bo'ladi. Birinchi qatorga telefon raqamimizni yozamiz, o'zbekcha telefon raqamimizni. Ikkinchi yo'lakka parol kirgizamiz, uchinchi yo'lakka tegibimiz o'zi harf yozilgan turadi. Bu o'zi linkdan o'tgan bo'lsanglar, o'zi mana shu yerda yozilgan turishi kerak. Bu обязательно bo'lishi kerak, chunki bu orqali 20 ming so'm bonus olishinglar mumkin. Keyin tasdiqlash kodini kiriting degan joyda, misol uchun 67 47 chiqdimi, 43 chiqdimanda, xuddi shunaqa yozasizlar sizlar ham, qanaqa chiqishiga qarab. Va ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosib qoldirasizlar. Keyin esa kirish degan tugmani bosib, telefon raqamingizni hamda boya kiritgan parollarni kirgizib, akkauntga kirib olishinglar mumkin. Do'stlar, sayt juda ham ishonchli saytlardan biri hisoblanadi. Bemalol sarmoya kirgizib ishlashingiz mumkin. Meni o'zim ham sarmoya kirgizib bo'ldim. VIP 1 tarifini o'zim sotib oldim 80 ming so'mga. Bu menga 120 kun davomida amal qilib beradi. Общий 872 ming so'm pul ishlab borishim mumkin bo'ladi. Bu kunlik stabil 7200 so'mdan menga pul olib kelib turadi. Agar sizlar xohlasanglar buni 80 mingga sotib olishinglar mumkin yoki VIP 2 ni 150 ming so'mga sotib olsanglar bu kuniga ko'proq 16666 so'mdan olib keladi va общий daromad 120 kun ichida, ya'ni 4 oy ichida 2 million so'm bo'ladi. 150 mingdan juda ham zo'r degani bu. Keyingi tarifimiz VIP 3 300 ming so'm bo'ladi. Bu ham 100 kun muddati 120 kun, kunlik foydasi 37500 so'm. Umumiy foydasi 4,5 million. 300 ming so'm investitsiya kirgizsa, do'stlar 4,5 million shuni ishlab borishinglar mumkin. Keyingi tarifimiz VIP 4 600 ming so'm hisoblanadi. Kunlik 80 ming so'mdan va общий daromad 9 million 600 ming so'm bo'ladi 4 oy ichida. Keyingisi birlik narxi degan VIP 5 1 million 100 ming so'm. Kuniga 157 ming so'm ishlab borishinglar mumkin. Va общий daromadinglar 18 million 857 ming bo'ladi. VIP 6miz 2 million, u ham 120 kun amal qildi. Hammasida 120 kun ekan. Kunlik foyda 307 ming so'm, общий daromad do'stlar 36 million 923 ming, past 37 million. 2 million sarmoyadan do'stlar 37 million pul ishlab borishimiz mumkin. VIP 7 narxi 4 million so'm, kunlik 666 ming so'mdan va do'stlar e'tibor qaratishingiz mumkin. Umumiy daromad 80 million so'm 4 oyda. Bu degani har oy 20 million so'mdan degani. 4 million kirgizib oyiga 20 million so'mdan ishlashingiz mumkin 4 oy davomida. Undan keyin yana sarmoya kirgizib yana ishlab ketaverasizlar. VIP 8 eng kattasi narxi 8 million so'm, kunlik 1 million 454 ming, общий daromad 4 oyda 174 million 545 ming so'm. Juda ham zo'r katta summalar. Lekin sayt juda ham ishonchli, o'zim chunki sarmoya kirgizib ishlab ko'rdim. Bemalol sizlarga ham tavsiya qilib olaman. Xo'p, buning uchun pul to'ldirish degan tugmani bosishinglar kerak bo'ladi. Mana bu yerda minimum sarmoya kirgizishimizning narxi 80 ming so'mdan boshlanadi. Misol uchun 300 ming so'm sarmoya kirgizmoqchi bo'lsanglar, davom etish degan tugmani bosasizlar, sizlarga mana bunaqa karta raqam beradi. Mana shu karta raqamga mana shu summani o'tkazishinglar kerak bo'ladi va o'tkazganlardan keyin to'lov vaucherda yuklang degan joyini bosasizlar. Va skrinshotni yuklash uchun bosing degan tugmani bossanglar, sizlarni galeriyaga olib kirib ketadi va pul tashlaganinglardan keyin mana shu kartaga pul tashlaganinglardan so'ng chekini skrinshot olasizlar va saytga jo'naltirasizlar. Skrinshotini yuklaganingizdan keyin saytga pulinglar уже avtomatik tushadi hisobingizga. Agar chekini o'tkazmasanglar, sal kechikib tushishi mumkin. Mani balansimda hozir 22356 so'm pul bor do'stlar. O'zi 20 ming so'm menga kirganim uchun bonus berdi. Men daromad degan joyda mana VIP 1 sotib olganman. 1 soatda hozir 300 so'm daromad olib kelib turibdi. Ya'ni 1 soat bo'ldi men sotib olganimga. Общий menga 872 ming sotum mana men tarifim. VIP 1 da turibdi kunlik 7200 so'mdan. Xo'p, xohlasam daromadni yig'ishni bosaman. Mana daromad yig'ildi, balansimga o'tdi. 22659 so'm pul bo'ldi. Xo'p, pulni yechib olmoqchi bo'lsak, misol uchun mana bu tugmani bosamiz. Pulni yechib olishimiz uchun mana bu yerda plastik kartamizni hamda ism familiyamizni kirgizamiz va bu yerga yechib olmoqchi bo'lgan summamizni yozib qoldirishimiz kerak. Misol uchun
22.600 so'm yechimoqchi bo'lsa minimum 120 ming so'm bo'ladi. Kam tranzaksiya uchun 15% komissiya olib qoladi. Pul yechib olish tasdiqlashni bosamiz. Mana pul yechib olindi dedi. Yozuvlar degan tugmani bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, mana pul yechish uchun mana bu yerda ketdi. Hop. Bu nasib qilsa 1 soat uzoq 1 soat ichida tushishi kerak narsa bu. Hop, mana bu yerda ulash degan bo'lim bor. Xohlasangiz do'stlarni ham taklif qilishingiz mumkin. Mana shunaqa zo'r yaratilgan. Mana bu saytda stabil ishlamayman. Va mana bu hamjamiyatga ham qo'shilib qo'yishinglar mumkin. Do'stlar, mana hozirgi kunda bugun o'zi ochilgan saytda 127 ta odam ishlayapti. Mana ko'rib turganingizdek, bugun uchun xazina kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana bunaqa bonus kodlar beradi. Bu kodlarni kirgizib olamiz saytga hozir. Buning uchun mana bu tugmadan firma xazinasi degan tugmani bosasizlar va mana shu parolli promokod kirgizasizlar. Men promo olganman. Bekorga 20 ming emas, 22 ming turmagandi balansimda. Va xuddi shunday tarzda sizlar ham 2 ming so'm shunaqa har kun saytda o'zidan bonus olishinglar mumkin. Eslatma degan joylari ham bor. Mana bu yerda bizga shu ko'rsatib turadi. Shu yozuvlarimizni mana bu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Waiting degan kutilmoqda degani. Hisobimizda mana bu yerda sizlar xohlasangiz o'zgartirib qo'yishinglar bo'ladi. Bank ahamiyatga ega emas. Siz bankingiz Xalq banki bo'lsa ham, boshqa bank bo'lsa ham, mana shu uchovdan любой bittasini kirgizib, ism familiyalarni to'g'ri yozib, plastiklarni to'g'ri kirgizib qo'ysanglar bo'ldi. Firmani jamoaviy vazifalari degani ham bor. Bu yerda jamoa vazifalari orqali ham pul ishlab olishinglar mumkin. Firma xazinasi albatta aytib o'tganimdek boyagi promokodlar, firma tekshiruvi degan joyi ham bor. Har kunlik sut fermasi mukofoti deyapti. Hozir misol uchun har kuni 2 ming so'mdan bonus olishimiz ham mumkin ekan. Bizga mana 2 ming so'm taqdim etildi deyapti. Saytimizdan bittadan tanlay qolsak, mana 2 ming so'm bizga berdi. Firma tekshiruviga har kuni kirish orqali 2 ming so'm olishinglar mumkin. Hop, parolni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, mana bu tugmani bosib qoldirasizlar. Albatta firma xizmati degan joyini bosib qoldirsanglar, mana bu mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'ladi. Ilovasini ham xohlasanglar mana bu yerdan yuklab olishinglar mumkin. Xullas, sayt juda ham zo'r. Kim anchadan beri shunaqa saytlarda ishlamoqchi bo'lsa, pulini ko'paytirmoqchi bo'lsa, bemalol shu saytdan tavsiya qilaman. Qanaqadir savol yoki takliflar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin. Saytda manzilni kommentariy opsiyasidan qoldiraman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.